tarixdagi eng birinchi va eng shafqatsiz yollanma qotillar tarmog'i kimlar bo'lganini bilasizmi? Yo'q, bular zamonaviy maxsus xizmatlar yoki filmlardagi qahramonlar emas. Bular shohlar va sultonlarni o'z saroyida, o'z soqchilar orasida titratgan qora soyalar, qashshoshiylar edi. 11-asr Eron tog'lari bag'ridagi o'tib bo'lmas Alamut qal'asi aynan shu yerda dahshatli bir guruhga asos solindi. Uning rahbari tarixning eng sirli va aqlli manipulyatori Hasan ibn Sabboh edi. Unda 100 minglab askarlar bo'lmagan, lekin u shunday daho ediki, 100 minglab qo'shin bilan ochiq jangga kirmas, dushmanning eng zaif nuqtasini topar, zaboni to'g'ridan to'g'ri saltanatning yuragiga, hukmdorning o'ziga berar edi. U butun boshli armiyani falash qilish uchun yetarli bo'lgan. Sabboh o'z fidoyilarini yoshligidan shunday tarbiyalar ediki, ular o'limdan umuman qo'rqishmasdi. Mashhur sayyoh Marko Poloning yozishicha, Sabboh yigitlarga maxsus giyohlardan tayyorlangan sirli eliksir ichirgan va ularni mudroq holatida sun'iy jannat bog'lariga olib kirgan. Uyg'ongan yigitlar tezroq o'sha jannatga qaytish uchun har qanday qurbonlikka, hatto o'limga ham tayyor bo'lishgan deyishadi. Ammo bu qanchalik haqiqat? Zamonaviy tarixchilar buni shunchaki Yevropada tarqalgan afsona deb hisoblashadi. Ularning qotil mashinasiga aylanishi qandaydir sirli ichimlik emas, balki yengilmas mafkuraviy e'tiqod va temir intizom kuchi edi. Ularning qudrati shu darajaga yetdiki, hatto o'sha davrning eng katta imperiyasi Saljuqiylar davlatini ham larzaga keltirdi. O'zining ishonchli soqchilari qurshovida bo'lgan qudratli bosh vazir, buyuk davlat arbobi va olim nizom ul-mulk ko'cha o'rtasida yo'q qilindi. U nafaqat saroyni, balki butun jamiyatni parokanda qilib, islom olamida bomba portlagandek ta'sir qildi. Shundan so'ng hech bir sulton, hech bir amir o'zini xavfsiz his qila olmadi. Hukmdorlar hatto o'z yotog'iga zirh kiyib kirar, eng yaqin soqchisidan ham gumonsirab edi. Chunki soylar har yerda oshpaz kiyimida ham, mulozim niqobida ham hozir nozir edi. Bu dahshatli qo'rquv davlatlarning rivojlanishini butunlay falash qilib qo'ydi. Lekin tarix bunday qonli va yovuz yo'lni hech qachon oqlamaydi. Qashshoshiylar o'zlarining shafqatsiz qotiliklari bilan nafaqat podshohlarni, balki qanchadan qancha begunoh insonlar va buyuk olimlarni ham xarob qilishdi. Ularning davlatlarini ich-ichidan yemirishi va tarqatgan vahimasi oxir-oqibat o'zlarining ham halokatiga sabab bo'ldi. Har qanday yovuzlikning zavoli bor. Xo'sh, qariyb 2 asr davomida sharqni titratgan bu qora soyalar qanday qilib yakun topdi? Ular mo'g'ullarning shafqatsiz harbiy mashinasi bilan to'qnash kelganda nima yuz berdi? Bu haqida keyingi qismda gaplashamiz. Sizningcha, tarixda qaysi bir ko'proq zarar keltirgan mo'g'ullar bosqinimi yoki Alamut qotillarining yashirin vahimasi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang.